Hello, hammaga sizlar har doimgidek yana men o'sha Asilbek Hoshimjonov. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan Google akkauntimizni o'chirib yuborishni, ya'ni full tag-tugi bilan o'chirib yo'q qilib yuborishni o'rganamiz. Buning uchun biz albatta Google ga kirib olamiz va o'sha o'chirib yubormoqchi bo'lgan akkauntimizga ham kirib olamiz va men o'sha akkauntimga kirib olaman do'stlar. Va mana o'sha akkauntimizga kirib oldik va bu yerda mana bu yerda ko'rib turibsiz, приложение Google 6 ta 9 tami 9 ochka bor. Ustiga bosasizlar, akkaunt bo'limiga o'tasizlar do'stlar va akkaunt bo'limiga kirishda kutasizlar. Mana ko'rib turibsizlarki, bizning shu akkauntimizga kirdi. Mana ko'rib turibsiz, mana shunaqa holatda ko'p bo'ladi bu narsa. Bu yerda rasmlarni o'zgartirishingiz ham mumkin. Endi bu yerdan данные конфиденциальные qilib qo'yibdi. Confidencialnost degan qaror. Mana aslan shunga bosasizlar va mana shunday o'yin ochiladi. Pastga tushasizlar. Pastga tushishimiz kerak bo'ladi menimcha. Va mana bu yerda mana удалить аккаунт Google turibdi. Ustiga bir marotaba yozamiz va kiradi. Tak. Parolni so'raydi. Akkauntga parolni kiritasizlar. Va do'stlar, mana shunday o'yinda siz o'z parolingizni bu yerga kirgizib olasiz va dalay tugmasini bir marotaba bosasiz do'stlar. Va bizda hozir mana bunday o'yin ochiladi. Qachondan agar sizlarga kerak bo'lsa akkauntlarga narsalarni skachat qilsangiz bo'ladi. Menimcha kerak emas bu narsa. Mana bu yerda pastga tushsanglar, mana pastga tushsanglar ikkita naqa bor. Shunga bosib qo'yamiz buni, garchi qilib qo'yamiz, keyin удалить akkauntni bir marotaba bosamiz va bizda подождить deydi. Keyin bo'lsa mana ekranga chiqadi, подождить bosasizlar. Mana vash akkaunt Google короче o'chdi bu narsa. 1-2 soat ichida полный yo'q ketadi tayfik bilan. Va vasanavis akkaunt qilsanglar, akkauntlarni tiklab olsanglar bo'ladi. Albatta bittadan chiqib ketgandan keyin buni imkoni yo'q menimcha do'stlar. Hoppa, mana do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Asilbek Hoshimjonov bo'ldi. Bugungi qisqagina videomizda men sizlarga Google akkauntni qanday qilib o'chirib yuborishni, tag-tugi bilan o'chirib yuborishni o'rgatdim. Albatta bu 2025 video. Mana ko'rib turibsiz sana vaqtini. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan Hoshimjonov Asilbek bo'ldim. Ciao, charchamaylar.